Erketoy pahlavon o'g'lim, Allohim yetkazdi shukr. Yuribman baxtimdan masrur. Hayotim mazmuni bo'ldi, ko'nglimni yoritar kulgi. Sen bilan go'zaldir olam, baxtim sen, jonim sen, bolam. Menga Alloh bergan shirin ne'matim, sen meni jonim sen, asal farzandim. Totirik jonim sengadir o'g'lonim, dunyoni hadya etay senga o'g'lim. Menga Alloh bergan shirin ne'matim, sen meni jonim sen, asal farzandim. Totirik jonim sengadir o'g'lonim, dunyoni hadya etay senga o'g'lim. Sog' bo'lgin o'sib ulg'aygin, hech yomon kunni ko'rmayin. Yaratgan egamga shukr, farzand bu ulug' baxtirur. Sevgi mevasi jon bolam, hech tugamaydi shukronam. So'ndirmayin hech ishonchim, doim bo'l baxtim quvonchim. Menga Alloh bergan shirin ne'matim, sen meni jonim sen, asal farzandim. Totirik jonim sengadir o'g'lonim, dunyoni hadya etay senga o'g'lim. Menga Alloh bergan shirin ne'matim, sen meni jonim sen, asal farzandim. Totirik jonim sengadir o'g'lonim, dunyoni hadya etay senga o'g'lim. Menga Alloh bergan shirin ne'matim, sen meni jonim sen, asal farzandim. Totirik jonim sengadir o'g'lonim, dunyoni hadya etay senga o'g'lim. Menga Alloh bergan shirin ne'matim, sen meni jonim sen, asal farzandim. Totirik jonim sengadir o'g'lonim, dunyoni hadya etay senga o'g'lim. Totirik jonim sengadir o'g'lonim, dunyoni hadya etay senga o'g'lim.
zamonni bugun tug'ilgan kunim chiqsin ishqning tumani bugun tug'ilgan kunim chalansin barcha sozlar qurtlarni tochsin qizlar erisin butun muzlar bugun tug'ilgan kunim boqma unday ko'chada Jondan aziz obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, bugun Xudo xolasa 24-noyabr sanasida sizlar bilan diydorlashtirganimdan juda ham xursandman. Ko'rib borganlaringizdan tabriklarimizni navbatdagi sonni, fayzli bir sonni yetib keldik. O'zlarimizni shahrimizda, Urganch shahrida Gavhar restoranida quvonchli kun, ya'ni Xudoybergenov sulolasinda, Quryozovlar sulolasinda Muhammad Ayub ukamizni ilk yoshi, ya'ni 1 yoshga kirganlar munosabati bilan tabriklash uchun keldik. Analari nomidan, ya'ni Gulixon apkani nomidan kirib tabriklab chiqamiz. Shu qatorda doylari Rossiyadalar, analari Rossiyadalar, hammalari nomidan. Birinchi galda doyisi Quvondiq og'amizni, biylari Gulijon akamizni, eng sevimli mehribon xolajonlari bor. Bizning nomimizni alohida tabriklab qo'yamiz. Borolmajakmiz hamdamdek deb iltimos qildilar. Alohida Maftunaxon akamning nomidan tabriklayman. Ular akamizning nomidan, Zeboxon, Nilfar akalarimizning nomidan, yurakdan, qalbdan tabriklaymiz. Shu qatorda Shohruxbek og'amizning volidai muhtaramasi, Muhammad Ayub ukamizni sevimli anasi, ya'ni Rohatay anamizning nomidan ham alohida tabriklayman. Ular ham Rossiyada ertangi videomizni ko'rib quvonib o'tiradilar. Hammalari nomidan ichana kirib mamalari bor. Albatta bu shu ishlarni tashkil turgan Gulixon akamizni eng sevimli volidai muhtaramasi onajonlari Dilbar anamning nomidan, qolaversa Qur'onjon anamizni, Jasurbek otasi eng sevimli akasi, ya'ni Muhammad Ayubning akasi Mubina Xalla nomidan tabriklaymiz. Xursand qilamiz. Tarixni muxlimiz. Kuzatish tomataveringlar. Boshimiz tabrikimizni qani ketdik. Onajonlar, Munis va singillar, hammalaringizga yoqimli ishtaha, xush kayfiyat tilaymiz. Bugun biz Hamdam bloger jamoasi mana shunday chiroyli, fayzli, muhtasham Gavhar restoranida qadam ranjida qilishimizdan asl maqsad bugun Xudoybergenov sulolasinda, qolaversa Quryozovlar sulolasinda quvonchli kun, shodiyona bayram. Ya'ni Muhammad Ayub ukamizni ilk yoshi bilan, 1 yoshga kirganlar munosabati bilan
tabriklash uchun keldik. Bugungi shodiyona quvonchligim bilan yurakdan tabriklaymiz. Ruxsatlaringiz bilan davramizda Shofirqulbek og'amizni, qalaversa Sarvinazni taklif qilsak shu joyimizga. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ming kar uzr so'raymiz. Ovqat ustiga alqalqimiz azizlar, hammalaringizga yaqinlashtirib, xush kayfiyatlarni tilab qolamiz. Azizlar, Muhammad Ayub akamizni tabriklash uchun Rossiyada yurgan, o'zlari uzoqda bo'lishlariga qaramasdan, masofalar uzoq bo'lishiga qaramasdan tabriklab turgan sevimli onajonisi nomidan, ya'ni Gulixon akamizni qo'lidan tabriklash uchun keldik azizlar. Qo'llaringiz bo'sh bo'lsa bir qarsaklar bo'lsin, tabriklab qolamiz. Borgan sari shirinliging ortib borar. Qolaversa, Boisi Quvondiqdan tabriklab turibdilar. Ular ham Rossiyadalar. Chiqadarda biyilari Gulixon akamizni eng sevimli gelinlari edi. Qanday shundaymi Gulijon akam? Gulijon akamni xolajonlari bor. Muhammad Ayubni dim-dim yaxshi ko'ruvchi xolajonlari. Hozir juda ham afsusdalar, shunday bir quvonchli kunda shu davrada bo'lib tabriklab turolmaganlaridan bizning nomimizdan tabriklab qo'ydilar. Shu qatorda Maftunaxon xolajonisi nomidan, izlaridan Barna akamiz alohida tabriklab berdilar. Kameramizda ko'rib turibdilar. Zeboxon xolasi nomidan, izlaridan Nilfar xolasi nomidan tabriklaymiz. Yurakdan uzoq umr tilaymiz. Muhammad Ayubni umri uzoq bo'lsin. Elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan ilmli, ma'rifatli yigit bo'lib yetsin. Xudo xolasa rizqi butun bo'lsin. Alloh ziyoda qilsin. Xudo xolasa sunnat to'ylarimda, muchal yasha kirgan vaqtlarimda davramizdan hech kim xato bo'lmasdan barcha yaqinlar bilan tabriklash nasib qilsin deb qolamiz. Yana bir marta Muhammad Ayub akamizni ilk yoshi bilan tabriklab qolamiz. Muborak bo'lsin deymiz. Shu qatorda Rafat Ayub akamiz ham shondalar. Alohida tabriklab qo'ydilar. Rafat Ayub akamizni nomidan tabriklaymiz. Yana Dilbar onam o'tiribdilar. Dilbar ona siz nomingizdan, Qur'onjon onamizni nomidan, Jasurbek otasi nomidan, Arkatay sevimli Muhammad Ayubni akajonisi bor. Mubinaxon. To'g'rimi? Mubinaxonni nomidan tabriklaymiz. Uzoq umr tilaymiz. Ilohim shu oldinda qolsin. Sog' salomat bo'lsin. O'qishlariga kirsin. Elimizga, yurtimizga xizmat qilsin. Yana bir marta tabriklab qolamiz. Shu qatorda bugun surpriz sovg'amiz bor. Bu sovg'amiz anasi Gulixon akamni iltimoslari bo'yicha olib keldik. Qabul qiladilar. Shu sovg'ani o'z egasidan, ya'ni Muhammad Ayub akamizga topshiramiz. Qani marhamat endi. Sen tug'ilsang bor bu dunyoga jar soldim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Otangni bor boyligi sen jonim o'g'lim. Shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar. Isming kabi ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukrlar. Isming kabi ulug' inson. Rahmat, muborak bo'lsin. Shofirqulbek Sarvinoz tabriklaymiz. O'g'ilchani ilk yoshi muborak bo'lsin deymiz. Menimcha 9 bu. Inshaalloh shu ukamiz Muhammad Ayub ukamiz 18 yoshga to'lgan vaqtida haydovchilik guvohnomasini olgan vaqtida shu mashinani originalini bilsin. Sog' salomat bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin. Yana bir marta tabriklab qolamiz. Gulixon akamni nomidan, izlaridan
Rahada anamizning nomidan yurakdan tabriklaymiz. Sog' salomat bo'lsinlar. Iloji bo'lsa agar tabriklaydigan aziz mehmonlarimiz bo'lsa, kelib yuzlaridan o'tib tabriklab qo'yishlari mumkin. Jarayon muhrlanib turibdi. Marhamat. Mehrim meni sen tomonga tortib borar. Bolajonim beg'uborim kundan kunga. Endi seni zo'r kelajak kutib borar. Otangni bor boyligi samjon o'g'lim. Shu gaplarim esingda tut jon o'g'lim. Seni bergan Xudoga ming shukrlar. İsmin kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. Seni bergan Allohga ming shukrlar. İsmin kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. İsmin kabi bo'l ulug' inson o'g'lim. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, ты едешь, потому что день Aziz mehmonlar, ruxsatlaringiz bilan efirga Muhammad Ayibni tabriklash uchun sevimli anasi, dim yaxshi ko'ruvchi anasi Gulifon akam bizlar efirga chiqdilar. Mikrofonni beramiz, chunki bugunni 2 kundan beri kutib barcha xolajonlar bilan telefon orqali ko'rib tabriklab turibdilar. O'zlaridan bir yaxshi niyatlarni, tabriklarni eshitamiz endi. Qani marhamat tabriklab qo'yishingiz mumkin. Ayting tilaklaringizni. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar, yaxshi keldingizlarmi? Shu vaqtga uzoq umr tilayman, ilohim baxtima sog' bo'lsin. Shuni niyati bo'lsa, ilohim shu ulug' bola bo'lsin. Ota-onasini umidli bola bo'lsin. Ilohim baxtima sog' bo'lsin. Kızımdan təbrikləmən, yövümdən təbrikləmən. Şu bir yaşa gittiler, 100 yaşlanan bir gəndə bir var. İnşallah. Şu geçen təbrikləb getdi. İlayim şunu mənə baxdıma var olsun. Köpeği də İlayim. İyizi köpü olsun. Kulağın vaxtına suyanı bilməyəm mənə. Yerlərin üçün həmmənizə rəxmət. İlayim yine 45 geldi. İnşallah gelip tebrikle oturacağız. İnan balası geldi. Emeği ülkemini, apamını çoğuluk erkek ay. Tebrikliyim. Sonra girgiye şu ayın layık ferzent olay. Layık ferzent olay Xudayım şu. Apa çoğuluk bilen tebrikliyim doğan günü bilen. Şu ata-anasına Havasetken ferzent bu yetişkiyi Xudayım. Ne ki bırakmazsalar bolsa şu birgelikte şu ferzentine izi köpeyişip Xudayım şu kemni, apamni, budalarımızını tebriklep oturuş nasip etki Xudayım. Layıp 100 yaşlara girgey. Ayıpcan, aynen neysenle. Merhabalar girmekte, Amasa geldi izlemi. Servinaz, Şahruh, tebrikliymen. Layım şu 100 yaşlara girgey. Salih Ferzent. Ekkem, hakkını bir yaşa. Layım şu ne ki arzu niyetleri olsa şu ballarımızdan girişe vergeysiyle Xudayım. İzi köpeğişe vergeyi. Yolukunu bir yaşarı bile. Gençmedik hani. Rahat ayıp size.
bir yaşı bilen hemmenizi təbrikliyəm. Ayım şu yıllar varıyıb hemmenizi gelikten inşallah oturuşun nəsib edin. Hem de sana rahmet gerçekten təbrikliyəm hemmenizi. Görüntü bir Xudayım. Partnerlerimden inşallah oturuş hemmemize nəsib edin. Birgelikte. Rahmat, sağ-aman bo'g'aysizlar. Gulxan aka, xolajonlar bildirgan niyatda tilaklar hammasi ijobat bo'lsin. Do'lib toshib kelinglar. Birlaringizdan mingni bersin, topganlaringiz faqat yaxshi kunlarda, quvonch kunlarda bo'lsin deb niyat bildiramiz. Ilohim shu ukamizni Fars to'ylaridan davramizni bundan-da keng olib tabriklab o'tiramiz. Yana bir marta tabriklab qolamiz endi. Shohruxaga xolajonlarimizni, ammajonlarimizni eng sevimli analarimizni taklif qilsak, Dilbar ana, Qurbonjon ana taklif qilamiz. Endi cho'g'liqni bugungi Shodiyona bayramida bir tilaklarni, niyatlarni yo'llab qo'yasizlar. Tabriklar, tilaklarni aytasizlar. Og'alarimiz bo'yna eshitishimiz bo'yicha Jasurbek og'amiz bor ekan, atalari. Jasurbek og'amizni taklif qilamiz davramizda. Yaxshi galincha asa. Kimga berib turamiz so'z navbatini? So'z navbatini asa Dilbarna o'zingizga beramiz. O'tirgan joyda o'zingizga tilaklaringizni, niyatlaringizni yo'llaysiz. Marhamat. Rahmet. Assalamu alaykum. Yaraqatçıları. Mene çoğulukumunu doğurgan günü eken şu çoğulukuma uzak ömür dileyim. Xudayım bir okumuşlu, en atasına bir acayip mehriban fercan. Rahatcan Xuda gülü kızı. Sizlerim şu aktıklarınızın doğurgan günü bilen tebrikliyim. Hayım şu aktık görüp sen kızım çoğuluk oğlukam görüş nesip etki Xudayım. Şu Şervinas kızım Şahruk bilen denk karısı. Şu indiki yıl altın beşiklek gelip kız oldu da ben oturgayımız Xudayım. Hemişe yaxşı gün olsun. Şu yine bir bar tebrik edin. Rahmat, salomat bo'g'aysiz onajon. Bildirgan niyatda tilaklar hammasi ijobat bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Xolajonlar, Shohlajon xolajonlar tabriklab qo'ysa, Shohlat aka, marhamat o'zingizga tilaklaringizni yo'llaysiz. Va shu ishlarni tashkilotgan Gulya aka ham o'zingizga tilaklaringizni yo'llasangiz, ertangi videomizni ko'rib quvonib o'tiradilar. Rahmat. Rahmet. Şu sizin aktıkları yaşlarını tebrikliyim. Aklılarını, çoğuluklarını çok iyi gördük. Üzerinden üzeri çekelim. Senin azlarını, şahlıklarını sahibi, kızların çok kolay, aktıkların çok kolay. Hemişe şimdi yaxşı günlerde gelip oturmayız. Tebrik edeyim. Rahmat, salomat bo'g'aysiz Shohlat aka. Tilaklarni niyatlar uchun katta rahmat. Siz Shoir akamiz. Shoir aka navbat sizga yetdi. Marhamat, tabriklab berasiz. Muhammed Eyşan, şu bir yaşı bilen tebrikliyim. Xudayım, okumuşlu, aklı okuşlu, yaşlı, bala bir yetişki, şu şahlık bilen denk karışkayla, şu balaları, kızlarında köpeşip, şu kızlarını vakatını görür, hemişe siliyip, size sırhan üstünde geliş nasip etsin. Yaşlı günlerinde az bir geçirkeyi kızılmasın, oynat gülü, üstünde bir iş nasip etsin. Tebrikliyim, eseruna, Xudayım. Büyütkemen, tebriklemen, hemmesine. Rahatçılıkkemen, tebriklemen. Yaxşı günlerinde şunun yavru bir geçiliklerki oturuş nasip etsin. Yaxşı dileklerim hemmesi şu ciğerime. Rahmet.
Shayratga rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Tilaklarni aytlar uchun katta rahmat. Hozir Jasur atalari galincha Po'lat og'amiz o'tiribdi ekanlar davramizda. Po'lat og'a, bugungi shodiyona muborak bo'lsin. Sog'lig'ingizda bu turgan quvonchli kun muborak bo'lsin. Tilaklarni yerdan yo'llaysiz. Marhamat. Şarkı kendine gelin, kudalarına, şıbalarımızla mellavay. Doğrudan günümden tebrikliyim. Ataları deyin, ekeleri deyin. Acayip insan bunu geçsin, okuşlara girip, vali malumatlarını alıp. Yani şıbalarımı ilettirmem, okuşlarını giyiyorlar. Bak yapalım deyin değil. Sağlık dilerim sana, indi izinler kızlar bağlı yeter. Kuşlarımız bırak koşa kararlarsın. Sen bir ayı gel verin indi. Ben tebrikliyim şu ki yanındaki arkadaşın sağ salamet Farhat'tan vakti birinci olsa iyi mi? Allah'a kullanan emniyetinde bekleme. Şubalar atanızına rahmet etkilerdi onun. Hemşe mazlumlarına biri olmalı olsun. Rahmet. Yigit bulup yetişsin. Selamünaleyküm. Şimdi devremizde sebepçisi bu haşlı ekmeği daimi Xuday deyil, Allah'ın sulavasını devam ettirmişlerden buluyor Xudayı. Rahmat. Salomat bo'linglar. Xudochiliklarning yilchilik bo'lsin. Tilaklar, niyatlar o'zlaringizga, hamrohlaringiz, yo'ldoshlaringiz bo'lsin. Halovat tabriklari endi hammalar ham navbat yetdi, hammajonlar. Ya'ni Muhabbat ammamiz, Izaridan Dilrabo ammamiz ikkalasi tabriklab qo'ydi ekanlar. Marhamat. Babam doğa gibi tebrikler, aday okumuşlu olsun, atanesinden mikrofon bulsun, yüzünden salih fezlete köpeğe versin. Emmenize rahmet. Rahmat. Sağ olun. Azizlar endi hozir kim dedingiz? Qurbanjoyna. Marhamat. Ana rahmat. Salomat bo'lin. Aziz boshi zamon bo'lsin, yo'llaringiz ravon bo'lsin. Ilohim shuningdek gullardan boshingiz chiqmasin. Hamisha shu ikki sulolada quvonchli gullar mudom ko'p bo'lsin. Mudom shularni tabriklab, tarixa muhillab o'tirish nasib etsin. Hamma aziz mehmonlarimizga yaqinlashda xatilaymiz yana hazza qilib bugungi bayramni chiroyli o'yin birgalikda o'tkazaverasizlar. Qolgan mehmonlar esa katta rahmat deymiz. Agar sizlarning aziz mehmonlar oltinga teng vaqtlaringizni olgan bo'lsak, ming karra uzr so'rab qolamiz. Sog'likda, omonlikda, shunday bayramlarda ko'p ko'rishguncha qolaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Katta rahmat.
ekanlar. Galing menda. Alohida mikrofonni o'zingizga topshiramiz. O'zingizdan bir yaxshi niyatlarni tilaklarni eshitamiz. Tabriklab qo'yamiz marhamat. Hammadan yo'lga qo'ygan sağlık farzand olsun. Ellerini tanıştıracağım. Hemşe şahsınızı sağlık farzand olsun. Tabii Jasurbek aka rahmat, sog' bo'ling. Davramizda Shakrubek aka o'zingizni chorlab qolamiz. Bilaman o'g'lingiz aytadigan tilaklar, tabriklar bo'ladi. Shu qatorda shu ishlarni tashkil etgan anangizga, voliday muhtaramangizga o'zingizni bir tilaklaringizni, rahmatlaringizni aytsangiz, ertaga videomizni ko'rib quvonib o'tiradilar. Marhamat. Tabii ki ben çok aşağıya falan. Çok aşağıya sen. Yaxshi, rahmat, sog' bo'ling. Esdalik uchun bir rasmat tushiradi, rasmat tushib olishlaringiz mumkin. Avval Ne sınavlardan o'tgan bu, ne sabırlardan o'tgan bu. Şükranelerin ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu.
Benim düştük elimden
Еще раз поздравляем Мухаммада Бензгоди, от нашего заведения, от администрации ресторан Ямухар. Красавица Ясминушка, тебя поздравляем! С днем рождения! Давайте, друзья, все вместе поздравляем! Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день не похожи, почему и веселой такой. Telefonum nerede? Thank you.